Mani bu o'qishga oyim majburlab olib keldilar. Umuman o'qigim kelmagan, qiziqmaganman, bilmaganman ham. Hozir alhamdulillah juda ham qiziqib ketdim. Ketgim ham kelmayapti. Dilshodani shu 2 yildan oshdi kuzatishimga. Qizimni ham olib keldim. Kurs yoqdi menga. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim oldin. Yo'q, qiziqib, hozir mana ketgimiz kelmayapti. Dilshodani texnikalari juda yoqdi menga. Meni o'zi yo'nalishim massajistga edi va shu yo'nalishimga yangilik kiritmoqchi bo'lib, hajjoma dil kursiga yozildim. Kursga kelishga to'g'risi rosa ikkilandim. To'siqlar bo'ldi ancha, lekin harakat qilib kursga keldim. Ishonib ayta olamanki, kurslari juda ham professionallik bo'ldi. Chinozdan o'miradigan hajjoma bo'lmasangiz hisobmas dedilar. Inshaalloh ishonchlarini oqlayman. Kurs menga juda ham yoqdi. O'zi birinchi niyatim oilam, farzandlarimga qilib, ixlos bilan keldimda, bolalarimga shifo bo'lsin deb keldim. O'sha darsimiz 3-kundan o'sha bolalarimga, turmush o'rtog'imga qo'ydim. Men Dilshod opani 3 yildan beri kuzatib borardim va bularni tanlashim sababi ko'proq shu amaliyot darslari borligi. Meni yaqinlarim ham o'qib borishgan. Ular ham maqtashganligi uchun, tavsiya berganligi uchun men keldim. Dilshod opani video orqali taniganman. Shifo olish uchun muolajaga kelishgan. Men o'zim ham shu muolajaga kelganman. O'zimda foyda sezganim uchun kurslariga ham yozildim, o'qidim, maza qildim. Mana bugun 48-patak o'quvchilarimizni bitiruv partiyalarini o'tkazib oldik. Bularga kelgusi ishlarida omadlar, zafarlar tilab qolaman. Men albatta ishonaman, mendan chiqib ketgan o'quvchilar yaxshi marralarga, yaxshi yutuqlarga erishishligiga inshaalloh hozir niyat qildim. Klinikalar ochinglar, men ham chiroyli shunaqa gullari ko'tarib oldinglarga boray dedim. Albatta har bir o'quvchimdan faxrlanaman. Menga ko'p telefon qilishadi-da, mana shu shogirdingiz menga hijoma qilgan edi, rosa yoqdi, ustozga rahmat aytib qo'ygim keldi, shuning uchun sizga telefon qilaman deyishganda, shunaqa bular ustida ishlaganimdagi charchoqlar hammasi chiqib ketadi. Juda ham xursand bo'laman. Bu men uchun, ustozlar uchun, albatta har bir ustozlar uchun bu duolar baxt bo'lsa kerak.